bu dunyoda yolg'izman, hech kim do'stim emasmi ona. Hamma do'st bilganim sotqinmi ona. Boraman, ukang bilan boraman, Sardor. Hamma do'st bilganim, yuragimni berganim sotqinmi ona. Ona kim uchun jonimni berdim, kim uchun yuragimni berdim ona. O'sha men yuragimni bergan odamlarni men uchun sotqinmi ona. Ona Boramiz, ukang bilan yaqinda boramiz. Onajon, Eshityapman. onajon, Ha. sizni yaxshi ko'raman ona. Nimaga qilgan bo'lsam, nimaga harakat qilgan bo'lsam siz uchun ona, onajon, Men ham yaxshi ko'raman sen. onajon, bitta men yuragimni bergan odamlarim, yuragimni bergan insonlarim men uchun sotqinmi ona? Yaqinda kelasan o'zing ham sog' salomat. Ona men nima qildim? Ona! Onajon, men nima qildim? Qarang, shuncha gapni ko'taraman, so'zni ko'taraman, ona. Onajon, men davlatim uchun, vatanim uchun nima xiyonat qildim, ona? Nimaga qilgan bo'lsam bayrog'imni ko'tardim, ona. Qo'limdan kelgancha ko'tardim, onajon. Men nima qildim, ona? Sardor bitta damini olgin, o'chir efirni, bitta cho'g'ini olib damini olgin. Ona, men joydaman. Onajon. Yo, mayli. WhatsAppdan gaplashamiz. Qarang, sizni efirga olib chiqmayman. Sizni bundayda odamlar o'ylaydi, TikTokda oddiy platforma. Mana shu oddiy platforma orqasidan yuragim achiydi. Kimdirlar yomon ko'radi, kimdirlar dunyoni boshqasi yomon ko'radi. Ona, mana shu oddiy bitta platforma orqasidan kimdirlarga kulgi bo'lsa ham kimdirlarni dardini yengil qildim-ku, ona. Onajon, sizni ko'rolmaslikka nima yetishmaydi, ona? Bilaman. Meni ham yig'latyapsan, bo'ldi, Sardor. Yuragim to'ldi, sog'indim. Sog'inaman, onasini endi sog'inaman. Nima qildim, ona, nima qildim? Sardor, meni yaxshi ko'rsang, efiring o'chir, Telegramdan gaplashamiz. Nima qildim, ona, nima qildim? Bo'ldi, o'chir. O'chir balam, o'chir. Birovga muhtojligimni, birovga ojizligimni ko'rsatmayman, ona. Mayli, mana hozir ko'rsatyapman. Onajon, qarang. Ona, siz meni o'ng quloq, chap quloqingiz. Ona, sizga savolim bor. Ona, Eshitaman. o'g'lingiz tarafimni olmang. O'g'lingiz, mana shu o'g'lingiz. Mana shu o'g'lingiz, oddiy bitta o'g'lingiz. Qishloqda sizni qo'lingizda katta bo'lib, onam, eshityapsizmi? Ha. Isini tanimasdan, kimligini bilmasdan, kimdirligini bilmasdan, qanday bitta oddiy bitta o'g'lingiz odamlarni ko'nglidan joy olib, odamlarni qalbidan joy olib, xalqqa foydasi tegib, kuchli bitta buyuk insonlarni nazariga tushib, o'g'lingiz, oddiy bitta mana shu o'g'lingiz, onajon. Onam, onajon, birinchi marta siz bilan mana shu yerda qarang, bugun nima uchun xafa bo'ldingiz? Ona, men qarang, yuragingizda ayting, ona, siz nima uchun qarang, odamlar bo'xtoniga, odamlar tuhmatiga menga ishonasiz, ona, bitta narsa aytaman. Ko'chamizga, mahallamizga foydam tegsin, tumanimizga foydam tegsin.
viloyatimizga foydam tegsin, respublikamizga foydam tegsin. Ko'chamizga Sardor gangster degan nom qo'yildimi? Ona, Sardor bo'ldi-da, meni olgin, Sardor. ona, shoshmang. Ona, shoshmang. Onajon, sog'indim. Ona, Boraman, ukam bilan sog'indim. boraman. Ona, men nima gunoh qildim? Ona, onajon, Eshityapman. ona, Eshityapman. sizni sog'indim. Boraman, yaqinda boraman balam, o'ylama. Sizni sog'indim. Ona, dunyosi kerakmas. Ishoning, dunyosi kerakmas. Ona, sizni sog'indim. Qarang, o'g'lingizda hissiyot yo'q deb o'ylaydi odamlar. O'g'lingizda qandaydir yuragi yo'q deb o'ylaydi odamlar. Onajon, Hop. siz meni borimsiz, siz meni borlig'imsiz. Siz meni yuragimsiz. Siz meni tog'imsiz, siz menga ishongan sog'imsiz.